Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 29-aprel kunidan 2-maygacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Hamma tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumotimiz boshqalarga ham tezda yetib borishligi uchun bor yo'g'i ushbu videorolik ostidagi like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 30-aprel va 1-may kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-7 daraja, kunduzi 29-aprel kuni 28-33 daraja, 30-aprel va 2-may kunlari 23-28 daraja bo'ladi. Xorazm viloyatida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 1-may kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-7 daraja, kunduzi 29-aprel kuni 28-33 daraja, 30-aprel va 2-may kunlari 23-28 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-30-aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 1-2-may kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 29-30-aprel kunlari 30-35 daraja, 1-2-may kunlari 25-30 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-30-aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 1-2-may kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 29-aprel va 1-may kunlari 28-33 daraja, 2-may kuni 23-28 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-30-aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 1-2-may kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 29-30-aprel kunlari 30-35 daraja, 1-may kuni 28-33 daraja, 2-may kuni 25-30 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-aprel kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 30-aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 1-2-may kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-29-aprel kunlari 26-31 daraja, 30-aprel va 1-may kunlari 28-33 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, kanalimiz bundanda tezroq rivojlanishi uchun iltimos videorolik ostidagi like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.